Aritmiyalarning zamonaviy davolash usuli bu radiochastotali ablatsiya amaliyoti hisoblanadi. Bu amaliyotda maxsus kateterlar, demak mana bunga o'xshagan kateterlar orqali oyoq tomirlaridan yurakning ichiga kiriladi va bemorni bir umr bezovta qilib yurgan aritmiya o'chog'i topiladi va u kuydiriladi. Amaliyot narkozsiz, ya'ni bemor hushida biz bilan gaplashib turadi, og'riqsiz bo'ladi. Bugungi bemorimizni ham bir necha yildan beri qorinchalar ekstrasistaliyasi bilan aziyat chekib yurgan, ya'ni yuragi noto'g'ri urgan, dori ichganda hech qanaqa effekt sezmagan. Shu sababli endi bunaqa kasallar birinchi navbatda dori bilan davolanishdan boshlanadi. U yoqqa boradi, dori yozishadi, bu yoqqa boradi, dori yozishadi. Oxir effekt bo'lmagandan keyin kasallikka davo topish maqsadida aritmolog huzurga kelishadi. Aritmologlar ularga RCH amaliyotini taklif qilishadi. Hozirgi bemorimizni ham aritmiyalarni RCH, ya'ni kuydirish yo'li orqali yo'qotib berdik. Hozir kutish etapidamiz. Agar kutish etapidan bir dona aritmiya chiqmasa, shu bilan bemorimiz aritmiyadan xalos bo'ladi.